Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga bugun yodinglarda bo'lsa, Turkiyani Aksano diskli baranasini video obzor ko'rsatgandik. Mana o'sha diskli baranamiz Toshkentga yetib keldi, mana turibdi ofisimizda. Disklari ham zo'r ishlatilgan. 28 ta diskdan iborat bo'ladi shu diskli barana. 14 tasi bu yoqda, 14 ta ikkinchi qatorda. Undan tashqari 3 qator katalog ishlatilgan. Bunisi oddiy katalogi. Tuproqni uyumlanib qolmasligi uchun. Mana bunisi kesak maydalash uchun ishlatiladigan katalogi. Juda og'ir, zo'r. Bundan tashqari bu oxirgi qatori yuzani tekis qilib ketuvchi, namlikni chiqarib olmaslik maqsadida ishlatiladigan katalogi. Bu yoqda g'ildiraklari silindr yordamida boshqariladi. Yerga qancha chuqur botishlarini ham silindr yordamida girovka qilsanglar bo'ladi. 15 sm dan 25 sm gacha yerga ishlov beradi. Disklarining diametri 510 mm. Bu yoqdan videoga olib ko'rsating. Ko'rinishi. Ishchi qamrov kengligi 3 metr 40 sm. Salkam 3,5 metr. Bundan tashqari buni orqasiga bu yoqda boshqa agregat ulab ham ishlatsanglar bo'ladi. Buni olib tashlab, misol zerno serkan ulab ham ishlatsanglar bo'ladi. Bunaqasi O'zbekistonda kamdan kam deyarli yo'q desak ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, narx haqida yana boshqa ma'lumotlarni olish istagida bo'lganlar bemalol pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilsanglar bo'ladi yoki ofisimizga kelib ko'rib ketishingiz mumkin.